Bu videoda men sizlarga O'zbekiston terma jamoasi mashg'ulotlari qanaqa o'tishini sizlarga ko'rsataman. Qani ketdi. Birinchi navbatda biz O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga keldik va kelishimiz bilan biz Jaloliddin aka Masharipov ko'rib qoldik. Assalomu alaykum. Trenirovkani joy olishga otdim. Ruxsat berganmisiz? Ular bilan ozgina gaplashib turdik, keyin bo'lsa ichkariga kirdik. Ichkariga kirib realni maza qildim, chunki realni futbolni atmosfera bo'lib yotibdi. Keyin bo'lsa asta-sekinlik bilan futbolchilar ham chiqishni boshlashdi. Birinchi bo'lib futbolchilar chiqargan, keyin bo'lsa murabbiy Fabio Cannavaro chiqdi. Maydonga chiqishgandan so'ng murabbiylar nima qilish kelishib olib, o'yinchilar bo'lsa razminka qilib turishdi va jonglyorlik qilishdi. Trenirovkani boshida esa ikkala futbolchi kelib bizga intervyular berib ketishdi. Keyin bo'lsa mashg'ulotlar ham boshlandi. Futbolchilar alohida, darvozabonlar alohida trenirovka qilishdi va videoni shu joyda kanalimga obuna bo'lib qo'ying, chunki bizda tezroq 1 million bo'lishimiz kerak va bu videoga albatta like bosib qo'ying. Afsuski mashg'ulotda 15 daqiqa videoga olish mumkin ekan. Bu gapni menga shu birodan aytib, hammamizdan chiqazib yubordilar. Lekin men Fabio Cannavaro va Rustam aka Shurmatov bilan so'rashga o'rgirdim. Rustam aka. Yaxshi, biz yaxshimisiz?